zamzam suvlaridan ichdik. Mana shu zamzam suvidan ichganda ko'pchilik xato qilib qo'yadi-da. Yaxti muzlagan suv bor-da bu yerda. Mana shunisidan ichasizlar. Mana shu esdan chiqmasin. Mana shu not gold degan ilmiq bo'ladi. Ya Rabbi, o'zingga behad behisob ham sanolar bo'lsin ya Rabbi. Degan umralarimiz bargohingda qabul etgin. O'zing mukammal gan bo'lgan ya Rabbi, mukammallikda bajargan bo'laylik ya Rabbi. O'zingga behisob ham sanolar bo'lsin ya Rabbi. Alhamdulillah. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Azim, Azim. Razina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadan rasulan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabbi, o'zing mana yaqin qavm qarindoshlarimizni, tanish bilishlarimizni, oshna og'aynilarimiz, aka-uka singillarimizni, ota avlodimizdan, ona avlodimizdan barchalarini Allohning panohida asrab, niyatlariga yetishtirsa, mana shu Baytullohni ziyorat qilishni, o'sha tavof qilishni Allohim nasib etsin. Hamyurtlarimizni, barcha vatandoshlarimizni mana shu joylarga kelib Allohning Baytullohini mana ziyorat qilib tavof qilishni nasib qilsin ya Rob. Niyatlarimiz yetishsin. 2 kunga saodat qilsin barchalarimizga.